Rossiyadagi kasallik bo'yicha dum ko'p odam yozgan. Ya'ni nima bo'ldi, nima qo'ydi deb. Bugun 27-mart hafta kuniga juma yomlaringiz muborak bo'lsin birinchidan. Men sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Ahvol stabillashdi ozgina. O'zi yoqish почти tamom bo'ldi. Agar ertaga yana boshlanib ketmasa, to'g'risi. Pasterlyoz deb ofitsial yozib boshlashdi o'zi. Unga kasallikka davo bor deyishgan, lekin sinab ko'rishgan, foyda bo'lmagan. O'zbekistondagi veterinarlar pasterlyozda biz davolaganmiz. U kasallik oldindan bor. U почти hamma nimalarda kuzatiladi, ya'ni hayvonlarda kuzatiladi. Biz yengil o'tkazganmiz. Nimaga uni yoqishyapti? Biz uni bilmaymiz. U siyosatmi? U monopoliyami? Men u haqida bir nima deyishga hayronman, bir nima deya olmayman. Yoqilgancha qoldi. Endi xudo xolasa bu yog'iga karantin ketyapti Rossiyada. Ya'ni yashurga qarshi emlash, pasterlyozga qarshi emlash, mana o'sha kazanga ham emlanib ketdi mollar. Boshlandi o'sha ichkarida. Qozog'iston tranzit yopib qo'ygan mestalar juda ham qattiq proverkada, ya'ni. Qozog'iston bilasizlar, Rossiyani bir 10 dan ortiq shaharlarini taqiq qo'yib qo'ygan mol chiqarishga. Kechadan oldingi kun telefon qilishdi bratlar. Ya'ni ofitsialniy ochiq joydan, ya'ni yashil zonadan mol chiqayotganda Qozog'iston tranzit o'tkazmagan. Keyin unga xat beramiz dedi, ya'ni shikoyat qilamiz dedi, o'tkazmagani uchun Rossiya chiqargan, Qozog'iston kiritmagan. Короче, mashinani. U axir благополучение mestadan 21 kun ofitsial karantin bilan tranzitga ruxsatlari bor edi-ku desa, bilmayman degan. Kirmaysan degan, короче. Shuni hisobiga hozir Rossiyadan даже samolyot orqali ham dokument qilib bo'lmayapti. Dokumentni o'zini qilib bo'lmayapti. Samolyot bor, dokumentni o'zini qilib bo'lmayapti. Vaqtincha qanaqa yangilik bo'lsa men sizlarga ko'rsatib boraman. Kasallik bo'yicha Paka TSHN 27-mart sanasiga ko'ra ozgina tinchlandi, xudo xolasa. Agar erta indin bo'lib qolsa yana video qilib sizlarga ma'lumot beramiz. Sizlar bu kasallik haqida nima fikrdasizlar? Kommentariyga yozib qoldinglar. O'zbekistondagi yashuram sekinlashdi deyapti bolalar. Ya'ni kunlar isigan sari yashuram sekin tarqalib boryapti. Tarqalib ketsin, hech kim mol kasallanmasin. Bu videoni maksimal tarqatib like bosib qo'yinglar.